viloyat sha'nini himoya qilib respublikada los bo'lagiga tanlanadi. Respublika bosqichi bu yil Samarqand shahri tabiiy ofatlar tabiatda bo'ladigan Kaltaroqda poligonda Ularni to'xtatilmaydi. viloyat ta'lim muassasalari o'rtasida o'tkazilgan yoshlar musobaqasining nafaqat kuch, bilim va malaka Paxtabod tumani inson texnikumi Temurbeklar jamoasi sardori O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. respublikadagi bo'ladigan musobaqalarga hammaga omad tilayman. Yana bir bor tabriklayman. Sog' salomat bo'ling.